Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni davomini o'qiymiz. Ya'ni 3-hadisni boshlaymiz bugun. Iymon rukunlari haqida ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida o'tirganimizda binogoh oldimizga kiyimlari oppoq, soch soqollari timqora, ustida safar alomatlari ko'rinmaydigan, oramizda ham hech kim uni tanimaydigan bir kishi chiqdi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilariga borib o'tirdi. Tizzasini u kishining tizzalariga taqab, ikki qo'lini o'zining sonlariga qo'yib dedi: "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar bering." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Islom Allohdan o'zga haq iloh yo'qligi hamda Muhammad alayhissalom Allohning rasuli ekanligiga guvohlik berishing, namozning barpo qilishing, zakotni o'tashing, Ramazonda ro'za tutishing va agar qodir bo'lsang, Baytullohni haj qilishingdir." Haligi kishi "To'g'ri aytdingiz" dedi. Biz uning ham so'rab, ham tasdiqlayotganiga hayron bo'ldik. "Menga iymon haqida xabar bering. Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga ishonishing hamda taqdirning yaxshisi-yu yomoniga iymon keltirishing." U odam "To'g'ri aytdingiz" deb keyin yana so'radi: "Menga ehson haqida xabar bering. Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rib turadi. Menga soat qiyomat kuni haqida xabar bering. U haqda so'ralayotgan kishi so'rovchidan ko'proq biluvchi emas. Uning alomatlari haqida aytib bering. Cho'ri o'zining xo'jayinining tug'moqligiga va o'zlari yalang'och kambag'al bo'lgan qo'yboqarlar baland va chiroyli binolar qurishida musobaqalashayotganini ko'rmoqligingiz." So'ng haligi kishi ketdi. Men bir oz muddat kutdim. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan so'radilar: "Ey Umar, bilasanmi o'sha so'rovchi kishi kimligini?" "Alloh va rasuli bilguvchiroq." "U kishi Jibril alayhissalom sizlarga diningizni ta'lim bergani kelgan edilar" dedilar. Muslim rivoyati. Xo'p, videomizni shu yerda to'xtatamiz. Shu ko'rayotgan videolarga bir dona like, podpiska bosib qo'ysanglar xursand bo'lardik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.